Assalomu alaykum. Iliq yoz kechalarini birda sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar bilan doimo samimiy qalbdan suhbat quruvchi boshlovchingiz Dilbar va efirda sizni dil izhorlaringizni o'z egalariga to'lqinlarimiz orqali yetkazuvchi Yurakdan gaplashamiz loyihasi. 55 kodi bilan 515 88 40 raqamlariga sim qoqing va yaqin insoningizni ko'zlariga qarab aytolmagan dil izhorlaringiz, so'zlaringiz, balki sog'inchlaringiz bo'lsa, biz orqali yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda birinchi qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum, tanishamiz. Allo, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Ismingiz? Ismim Asal. Asal, tanishganimdan xursandman. Kimga yurakdan gaplaringizni yetkazmoqchisiz? Turmush o'rtog'immi? Bugun ularni tug'ilgan kunlari edi. Shunga tabriklamoqchi edim. Ertalabdan o'zlari ishga chiqib ketganlar. Voy, qo'yavering adasi. Bugun bayramingiz-ku. Ya, Uyda Xoda. o'tiramiz, bir kun ishlamay qo'ya Voy. qoling desam ham baribir chiqib ketdilar. Shunaqa har doim bizlarni o'ylab yuradilar. O'zi bilasizmi, issiqda unaqa ko'p yurishlari ham mumkin emas. Lekin shu oilamda issiq, sovuq demay, biz uchun doim ishlaydilar. Bizga yaxshi bo'lsin deydilar. Shunga tabriklay degandim. Asal, ular bizni hozir eshitayotgan bo'lishlari mumkinmi? Ha, katta ehtimol bilan menimcha eshityaptilar. Chunki har safar mashinalarga o'tirganda sizlarni radioyla turgan bo'ladi. Eshitolman onasi. Adasi, biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' bo'ling. Bilaman. Ertalabdan kechgacha shu bizning sharoitimiz yaxshi bo'lsin deb o'zingizni unutib biz uchun ishlaysiz. Lekin menga eng muhimi bu emas. Nimaga desangiz, men baxtliman. Chunki yonimda sizdek suyanchig'im bor. Siz doim yonimdasiz. Bir ikkita paytda ko'chadagi muammolardan, ishdan charchab uyga kelasiz. Lekin biror marta xotin charchab ketdim demagansiz. Ko'zlaringizdan sezib turaman. Lekin buni bizga bildirmaysiz, adasi. Rahmat sizga. Baxtimizga sog' bo'ling. Bugun uyga vaqtliroq keling. Siz yaxshi ko'rgan ovqatni pishirib qo'yaman. Birga oila davrasida mazza qilib ovqatlanib tug'ilgan kuningizni nishonlaymiz. Charchamang, adasi. Turmush o'rtog'ingizni tug'ilgan kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz va hozir bizda musiqiy tanaffus bor.